Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Kamol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi video uzoq kutilgan vlog va men sayohat qilayotgan davlat qaysiligini o'zingizlar obloshkadan bildinglar. Xullas o'rtoqlar, emotsiya bomba menda. Va men bu aeroportga kirib ketaman. Hozir o'zi sizlar videoga like bosinglar va men ketdim. Men Braziliyaga ketyapman. Latin Amerikasi, Amerika, Braziliya, Rio de Janeiro. Ko'rishguncha. Xo'sh o'rtoqlar, birinchi manzil albatta bizda Toshkent aeroporti. Hozir Toshkent aeroportini aylanib yuribman va menga 3 ta pasadishni bilet berishdi. Bu degani men Rio de Janeiro, Braziliyaga birdaniga hop deganda yetib olmayman. Shunaqa qilib 3 ta пересадка qilishim kerak bo'lar ekan va bizda birinchi manzil bu Istanbul. Let's go arkadashlarim. Arkadaşlarımga nechi? Aeroportda ozgina o'tirib, aylanib, vaqt o'tkazib, samolyotda o'z o'rnimga joylashib oldim. Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? Va samolyot havoga ko'tarildi. 5,5 soatlik parvozdan so'ng Istanbul aeroportiga yetib keldik. 5,5 soat qanaqa chidadingiz deydigan bo'lsanglar, hozir men Istanbul aeroportidan Latin Amerikasi, Braziliya davlatini San Paulo shahriga uchaman va bu meni 19-davlatim bo'lib, hayotimdagi eng uzoq parvozim bo'ladi. 13 soat. 13 soat vaqtim hozir samolyotda o'tadi. Let's go. Eng qizig'i shu 13 soat vaqtim video davomida 1-2 minut uzoq o'tib ketadi. Ana bo'lmasam, o'rtoqlar, men bir amallab hozir samolyotga o'tirib oldim. Endi 13 soatlik oldinda parvoz kutyapti. Nima qiziq voqealar bo'ladi bilmadim, lekin sizlarga ulashishga harakat qilaman. Yonimda bitta ayol o'tiribdi, o'zimni xijolat his qilaman mana. Hello. This for my vlog. Darling. I'm Brazilian Mason, export great business to the whole world. Very great. Yeah, thank you. Всем спокойной ночи, o'rtoqlar. Ishoninglar, 15 soat davomida faqat uxlab ketdim. Kimdirlar kino ko'rib ketdi. 2 mahal ovqat ham berishdi. Bilishingiz uchun o'rtacha me'yorda 17 soat bugun samolyotda uchdim va nihoyat manzilga yetib keldim. Men Braziliyadaman o'rtoqlar. Mana bu San Paulo'ning aeroporti, shu aeroportda yana 3 soat bo'laman. Shu aeroportning o'zidan keyin Rio de Janeiroga uchaman. Sizlar bo'lsa o'rtoqlar videoga like bosib kuzatishda davom etinglar. Umrim aeroportlarda o'tib ketyapti o'rtoqlar. Yana aeroportda vaqt o'tkazib o'tirib, aeroportda ozgina aylanib, Rioga ham uchish vaqti bo'ldi. Shunaqa go'zal manzaraga qarab, manzilga ham yetib keldim. O'rtoqlar, Rio de Janeiroga xush kelibsizlar. Montajyorga mana shu ajoyib kadrlarni qo'yib bergani uchun kattakon rahmat. Endi hozir otelga yetib olishim kerak. Birinchi xaridimga keladigan bo'lsa, $300 pulni bu yo'ni milliy valyutasiga almashtirdim. 500 brazilskiy puldan bo'ldi. To'g'ri nomi brazilskiy real menimcha. Bro, money in America dollar. Yes? In Brazil what is it? Realis. Realis. Yeah. Ana bo'lmasam, men $300 1,5 realisga almashtirdim. I wait is here, yes? Undan tashqari 189 brazilskiy realga VIP internet o'chmaydigan sim karta xarid qildim. Menimcha narxlarini otib yuborishdi-yu, boshqa ilojim yo'q. Men axir Braziliyadaman. Meni kutib oladigan odam yo'q, bir o'zim sayohat qilyapman. Shuning uchun eson-omon otelimga yetib olay. U yog'ini keyin bemalol savdolashsam bo'ladi. What's your name? Felipe. Oy, mana shu taksini shu bratan chaqirib berdilar. 150 brazilskiy real bo'ldi. Oh, thank you. Bro, see you again. Ko'rishguncha bratan. Bro, let's go. Biz unda otelimizga Men unda otelimga yo'l oldim o'rtoqlar. Nahotki bir o'zim Braziliya Rio de Janeiroga yetib keldim. Bu uchun like bosib qo'yinglar. O'rtoqlar, men otelimga joylashdim. Xoh ishoninglar, xoh ishonmanglar. Rio de Janeiroda mana shu otelni 3 kunga $400 ga bron qildim. Sen olti operator
Nimaga bu otel bunaqa narx turishini hozir ko'rasizlar. Yuringlar, yaqinroq ko'rsataman. Dam. Ana bo'lmasam o'rtoqlar. Nima gap endi o'rtoqlar? Shunda oynamdan chiqib qarashimga Atlantika okeani eng mashhur Rio-de-Janeyrodagi plyaj Copacabana o'rtoqlar. Bitta mana shu vid uchun qo'shimcha pul. To'g'ri qimmatroq pul to'lashga to'g'ri keldi. Uyg'onishinglar bilan mana shunaqa vidga qarash o'rtoqlar. $400 pulga arziydimi yo'qmi? O'zinglar kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'rtoqlar, shu desanglar men o'zimcha braziliyalik bola bo'lib oldim. Oy. Nima deysizlar endi? Qalay turibdi? Ketdi unda ozgina shu yaqin atrofni bir aylanib chiqaylik. Undan keyin bo'lsa mana bitta boradigan joyim bor. Demak o'rtoqlar, Braziliya Rio-de-Janeyrodagi birinchi kun boshlandi. Turishimga qaranglar, o'zim yoqib ketyapman-ku. O'rtoqlar, ko'rsatganimda Naryoda sohil, Copacabana sohili, Atlantika okeani. U yoqqa alohida qaytamiz. Kelinglar, undan oldin mana shu men yashayotgan joy Copacabanani bu yoq boshi, ya'ni Rio-de-Janeyro ko'chalarini ozgina aylanib chiqamiz. Voy bu atmosferani o'rtoqlar. Oy. Cobalt o'tib ketdi o'rtoqlar, Cobalt. Rio-de-Janeyroda ham Cobalt bor ekan. Men tezroq mana shu Braziliyaning tilini o'rganib olishim kerak. Bor, ya'ni portugalchani. Faqatgina hozirchalik rahmat degan nimaligini o'rgandim. Rahmat bu obrigado ekan, obrigado. Agarcha bu yo'ni milliy ovqatlari bilan chiqishmaydigan bo'lsam, Toshkentdan ham ovqat olganman. McDonald's ham bor ekan. Если что-ga imet video qilib qo'yaman. To'g'risi hozirchalik bilmayapman, aynan bu Rioning ko'chalari qaysidir davlatga o'xshayapti-yu, birontasiga ham bir aniq o'xshata olmayapman o'zim ham. Akam nimadir sotyaptilar. O ana bu shirinlik bo'lsa kerak. 7 brazilskiy real ekan. This sweet. Oy. Men bu mevalarni qaranglar, o'rtoqlar. Mazza qilib tashlasa bo'ladi-yu. Men importni bo'lmiz, meni otim Tohir aka. Rosa plyajga borgim kelyapti, lekin ulgurmayman, chunki hozir men taksi chaqirib bitta joyga ketishim kerak. Yetib olganimda ko'rasizlar. Let's go. Transport xizmati juda rivojlangan, ayniqsa taksi, Uber ilovasini ko'chirib olasizlar bo'ldi. Bemalol keyin taksida xuddi o'zimizda Yandexda yurganda yuraverasizlar. How are you my friend? What's your name? Maxio. Oh, Brazil. Boyla bilan, biza yaqinlar bilan, brother. Ay, boyla bilan, biza yaqinlar bilan. Xo'sh o'rtoqlar, men hozir taksida kerakli manzilga yetib keldim. Sizlarga qisqacha taksi narxi haqida ma'lumot beraman. Bu yerda ko'p narsa bir-biridan juda uzoq masofalarda joylashgan. Misol uchun hozir men 35 kilometr masofaga 52 brazilskiy real ishlatdim. Nech puliga, конечно, ekranlarda chiqdi. Eng muhimi manzilga yetib keldim o'rtoqlar. O'rtoqlar, agar qayerga kelganimni bilmoqchi bo'lsanglar, ana bo'lmasam. Safarimizni birinchi kunning o'zidan biz Rioni tepasidan uchamiz. Let's go. Zana hozir shunaqa moshada vertolyotga olib ketishyapti. Hayajon bormi? Albatta. Har kuni ham Rio-de-Janeyroni tepadan ko'ra olmayman-ku, to'g'rimi? Ana bo'lmasa biz havoga ko'tarildik. Vertolyotdagi parvoz boshlandi. Manzarani so'z bilan tasvirlab bera olmasdim. Butun Rioni qushlardek tomosha qilayotganimga o'zim ishonmadim va o'sha mashhur statuyani ham tepadan ko'rdim. Qanchalik xursandligimni o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Vertolyotda 30 daqiqa parvoz qilishning narxi $220 bo'ldi. O'zini narxiga arziydimi yo'qmi? O'zingizlarning fikrlarini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Lekin men to'lagan har bir so'mimga mingdan ming roziman. Men
mazza qildim. Endi bo'lsa uyimga qaytadigan vaqt bo'ldi va men risk qilmoqchiman. Riskoviy bo'laman-ku. Oddiy taksida emas, moto taksida qaytaman. Rio-de-Janeyroda probka juda ham kuchli bo'lganligi uchun bu yerda moto taksi xizmati juda ham avjiga chiqqan. Hozir men ham o'zimga Uberdan moto taksi chaqiraman. Atelimgacha baykda yetib olamiz o'rtoqlar. Brother, bu yerdaman, okay? Let's go, my friend. Qani, okay, let's go. Obrigado. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Bunaqa vloglar faqat Kamol Qohorov YouTube kanalida chiqadi. Let's go. Oy! Uzbekistan. Sevaman, ko'zlarimda begona uyqu. Seni sevaman. Braziliya Rio-de-Janeyroga xush kelibsizlar, o'rtoqlar. Shu bilan atelyem tarafga yetib kelib, ujinni McDonald'sda qilib oldim. Ujin narxi 38 real bo'ldi. Va men hozir mana va nihoyat ateldaman. Oynadan vid bo'lsa mana shunaqa o'rtoqlar. Buni chiroyliligini qaranglar. Lekin buguncha qorong'ida ko'chaga chiqa olmayman chunki juda ham charchadim. Hozir vaqtli uxlashga yotib, ertaga ham vaqtli uyg'onaman. Shunaqa qilib o'rtoqlar, Rio-de-Janeyrodagi birinchi kun o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, bizda Braziliyadagi ikkinchi kun. O'zingizlar ko'rganinglardek bizda ikkinchi kun boshlandi. Mana shu dron kadri kim oldi deydigan bo'lsanglar mana. Mani yangi do'stim braziliyalik, ismi Ronaldo o'rtoqlar. Bu inson bilan bugun biza Braziliyada, Rio-de-Janeyroda mashhur bo'lgan favellaga birgalikda boramiz va aynan o'sha yerda dronlarda video olamiz. Let's go. Bratanni Nissan mashinasi ham bor ekan. Oh, Maria. O'rtoqlar, biza adashmasam o'sha manzilgacha yetib keldik. Ya'ni u yog'iga mototsiklda ko'tarilamiz, motoda. Mana ko'rinyapti degan bittaman. Mana shu joyga biz borishimiz kerak. Hozir mana eng xavfli joyga, favellalarga ketyapman. Oh, brother! Qo'rqyapman o'rtoqlar, ishoninglar. Bruno, brother mine. The south zone of the Rio de Janeiro. Okay. Odam yashagisi keladi. Endi bo'lsa o'rtoqlar, biz hozir boshqa keyingi to'shga yetib ketamiz. Let's go. Gid mani favela ko'chalaridan olib yurdi. Ochig'ini aytaman, ozgina qo'rqish bo'ldi. Ko'p joylarda syomka qilish mumkin emas deyishdi. Ozgina yurganimizdan keyin juda ham chiroyli manzaraga chiqib oldik. The biggest favela Latin of America is Rocinha. Ha o'rtoqlar, Rocinha favellasiga xush kelibsizlar. Favellani ham aylandik o'rtoqlar, yana bitta galishga qo'yamiz. Hozir endi men ovqatlanishim kerak, obed qilib olaman, qornim juda ochib ketdi. Bekorga men apartament olganim yo'q, chunki u yerda bemalol o'zim ovqat tayyorlasam bo'ladi. Va men tuxum qo'rib, mazza qilib yeb olaman. Va hozir masalliqlarni olishga magazinga keldim. Tez mayda chudalarni olib, xonamga kirdim. Hozir mana tuxum qo'rib yeb olaman deb tayyorlashni boshladim, lekin nima o'xshaganini o'zingizlar ko'ringlar. Mendan oshpaz chiqmasligimni bilgach, ko'chaga chiqib ovqatlanishga qaror qildim. Qani ko'ramiz endi, ovqat qidiramiz o'rtoqlar. Bu yoqda shunaqa BB degan kafe bor ekan. Bittada topdim o'rtoqlar. Guruch, tuxumli qilishar ekan shu yerda.
O'zim uyda tayyorlamagan ovqatimni shu deyman. Let's go. 3 ta qovurilgan tuxum va desertiga vafli menga 70 brazilskiy realga tushdi. O'rtalovchi kecham shu kelinglar o'sha mashhur Copacabana plyajini ozgina aylanamiz va birato'la tungi Rioni ham ko'ramiz. Nariyoda plyaj bo'lsa, mana bu yoqda katta rynok bor. Oi, my friend. Oi, amigo. Brasil, Rio de Janeiro. Yo, thank you. Ana bo'lmasam, ana bu yoqda hamma narsa sotiladi. O'sha mashhur Braziliya futbolkalari ham, har xil suvenirlar bor. Endi yoyma bozor boshlanyapti. Shunaqa to'g'riga ketursa, bu yarmarkani oxiri yo'q. Yuringlar endi plyajni ko'ramiz. Odam juda ko'p o'rtoqlar. Hamma yoqda o'yin kulgu-yu. No, thank you. Just speak English. No. Streaming. Streaming. No, streaming. Yeah, hello. My name is Arthur. What's your name? My name is Kamal. Oh, beautiful. Kamal. You are from? I am from Uzbekistan. Uzbekistan? Yeah. Ma YouTube'imni so'rashyapti. This is my channel. Oh. 1 milyon dedim. Yeah, 1 million obunachisi bor ekan deyishdi. 1 milyon. Yeah. Thank you. You famous you. Yeah. Wow. Famous, taniqlisan degani. Famous. Yeah, obrigado guys. One minute. Nimani boshlayapti bular? Nimani boshlayapti? Very hot. 17. Very hot. Yeah. 17 one baby. Okay. 1 minut deyishyapti. Nima qilyapti bular? Uxlatib ketishmasa bo'ldi mana. Kun yorug', qayoqqa uxlatadi? Bilmayman nima xohlashdi. Prosta obrigado, rahmat deb qutulib ketdim. Oy, Neymar de Sant. Nima? Neymar Junior xullas. O, brata nima tayyorlayaptilar mametta? Voy, mazza, ishoninglar, tezroq men cho'milgim kelyapti Atlantika okeanida. Bugun ulgurmadim, lekin ertaga aniq o'zimga dam e'lon qilaman. Sizlarga ko'proq narsalarni ko'rsatish uchun dam olishga ham vaqtim bo'lmayapti. Wow, bu atmosferani qaranglar, o'rtoqlar. Mametta bo'lsa, aka-uka opa singillar voleybolni oyoqda o'ynashyapti o'rtoqlar. Qani davay, yoraveringlar, master class go. Gap yo'q, Mametta вообще toza havoda soch olishyapti. Oy! Hello. Hello, my friend. Good, brother. Very good. Where are you from, my friend? I am from Uzbekistan. Wow, it's too long, my friend. Yeah, where from too? Argentina, my friend. Argentina, Messi. Boca Juniors. Messi, Buenos Aires. Argentina sirasi Messi deyishga, valo bormikan. Biz aylanishni davom etamiz o'rtoqlar. Bizada 3-kun. Meni yaxshi kuzatadiganlar bilishadi. Men vertolyotda uchganman, parashyutdan sakraganman, paraplanda ham uchganman. Va bugun o'zimga yangi vazif tashiyman. Hozir taksi chaqirib o'sha joyga ketishim kerak. To'g'risini aytaman, juda ham hayajonlanyapman. Xudo xolasa, hammasi men o'ylagandek xavfsiz o'tsin ish qilib. Oxiriga kelganda fikrimdan qaytib qolmaydi. Xullas o'rtoqlar, hozir endi meni shunaqa mashina olib ketishyapti. Obrigado. Let's go my friend. Bilmayman bu brat kim? Yonimga o'tirib oldilar. Let's go deb yubordim. Ketdi o'rtoqlar. Ana bo'lmasam o'rtoqlar. Nimalarni boshlab qo'ydim o'rtoqlar. Uchishimdan oldin обязательно videoga like bosinglar, hali ham bosmagan bo'lsangiz, kimdir kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bunaqa kontent hamma o'zbek blogeri ham qila olmaydi. Mehnatim uchun like bosinglar. Mana hozir xuddi shunaqa uchishim kerak bo'ladi o'rtoqlar. Voy onasini emsin. Yaxshimi, yomonmi? O'tkazarman hayotimni. Yaxshimi, yomonmi? Gap yo'q.
kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshiman yomonman o'tkazarman hayotimni. O'rtoqlar, men hozir taassurotlarimni so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Juda mazza. Xuddi qushdek uchyapman, xuddi qushdek. Qo'rquv bor, lekin bu qo'rquvni yenga oldim. Voy. Oh my god. Voy, bitta o'zim boshqaryapman. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Voy, dog, bro. Bratanchik, fantastik, jordim, delfinim. Oh my god, bro. Boshqa buni haqqim yo'q, iloji bo'lsa. Rahmat. Azoblar unutmasman yillar o'tsa ham. Yaxshiman yomonman Yo, buni bo'linglar, videoga like bosinglar. Let's go. men chidayman achinmayman qo'llarimga. Gap yo'q. Oh my gosh, brother. It's good. It's good, bro. It's very amazing. O'zinglar ko'rdinglar o'rtoqlar, men juda mazza qildim. O'zimni yana bitta qo'rquvimni yengib o'tdim. Endi bo'lsa Riodagi yana ba'zi bir mashhur lokatsiyalarga yurishimni boshladim. Hozir birinchi manzil. Aytilish qanaqa buni? Escadaria Celaron? Yo'q, Escadaria Celaron. Bu yo'lda umuman boshqa Rio. Aynan Escadaria Celaron mana shu zinalar bo'ladi o'rtoqlar. Bu yerga vaqtliroq kelish kerak menimcha, shunda odam kamroq bo'lsa kerak. Hozir odam juda ko'p bo'ldi. Qanaqasiga rasmga tushish imkoni bor ekan? Mana shuncha odam o'chirdi, hamma bitta rasmga tushyapti. Biz ketdik tepaga. O'rtoqlar, biz bu lokatsiyani ham aylandik. Menga juda yoqdi. Haqiqiy Braziliyani koloridini berib turibdi. Ayniqsa, bratim ashulani ham yorib yubordilar. Unda o'rtoqlar, biz navbatdagi manzilga, to'g'risini aytganda Riodagi eng mashhur lokatsiyaga yo'l olamiz. Ketdik. Xullas o'rtoqlar, hozir men yangi lokatsiyaga yetib keldim. Tepalarga ko'tarilishim kerak, anu haykali bor, mashhur. Lekin qanaqa ko'tarilishini hali tushunmayapman. Adashmasam poyezdda ko'tarilish kerak ekan. Bizani tepalikka olib chiqib qo'yadigan poyezdning biletining narxi 122 brazilskiy real ekan. Sotib oldim, 10 minutdan keyin poyezd kelar ekan va biz tepaga chiqib ketamiz o'rtoqlar. Tezroq yursak bo'lardi, endi qornim ochib ketdi bori to'g'risi. Biz hozir juda ham tepalikka ko'tarilganimiz uchun, bugun quyosh yo'q, havo juda sovuq, odam prям qaltirab ketadigan darajada. O'ylaymanki, chiqayotgan manzaramiz shunga yarasha. Mana vid nima deyapti o'rtoqlar? Ko'rasizlar, biz tepadamiz, mana bulutlar. Aytgancha hozir o'zida o'rtoqlar, davayta hammanglar kommentariyaga tushinglar-da. Keyingi sayohatim qaysi davlatga bo'lishini xohlaysizlar, iltimos yozib qoldiringlar. Qaysi davlat eng ko'p yoziladigan bo'lsa, Xudo xohlasa o'sha davlatga sayohat qilaman. Yozib qoldiringlar. O'rtoqlar, sizlarga ko'nyapti degan umiddaman. O'sha pashti yoniga kelib qoldik. Voy, buni kattaligini. Ha o'rtoqlar. Men yetib keldim. Buni kattaligini o'rtoqlar. Albatta hozir havo quyosh bo'lganda bu undan-da chiroyliroq ko'rinayotgan bo'lardi. Mayli, boriga baraka. Aytgancha o'rtoqlar, doim sayohat qilish uchun aviachiptalarni men qatdan olishimni bilasizlarmi? Hozir aytaman. Misol uchun, men shu yotgan joyimda ham bilet xarid qilsam bo'ladi. Shunchaki aviasoz ilovasiga kiraman, qayerga uchmoqchiligimni belgilayman va ilovani o'zi eng arzon aviachiptadan boshlab eng qimmatigacha chiqarib beradi. O'zingizlar ko'rgandek kassaga borib o'tirish shart emas. Video opisiyasidagi havola orqali o'tib, aviasoz uz bilan birgalikda sayohat qilinglar. Men bo'lsa uxlashda davom etaman. Sizlar vlogga davomini ko'ringlar. Let's go. Eng qizig'i, ortimda shunaqa vid bo'lsa, bu yoqda ham chiroyli manzara bor. Mana buni qaranglar o'rtoqlar. Butun bir boshli Rio. Afsuski, hozir mana bu tuman o'shanga ham unchalik yaxshi ko'rinmayapti.
Mana bo'lmasam. Unda o'rtalar ko'p vaqt yo'qotmayman-da, hozir men otelga qaytib, ozgina o'zimizni plyajda cho'milaman. O'ylaymanki, ungacha quyosh chiqib ketadi. Let's go. Xudo xolasa mana shu joyga familiyaga kirish nasib qilsin. Va men ham xudo xolasa albatta yana qaytaman. Endi Kamol brazilchasiga dam olib qo'yadi. Plyajda odam juda ham ko'p-ku. Qalaysizlar? Oy. Oh, how much this? Only 20 reais. 20. Yeah, 20. Okay. 20 realga o'zimga o'tiradigan narsa olman o'rtoqlar. Oh. He's okay. Yeah. Xo'sh o'rtoqlar, men Tinch okeaniga kirganman, birinchi marta Atlantik okeaniga kiryapman. Voy, suv muzdek-ku. Bugun Rio de Janeyrodagi oxirgi kun, chunki ertaga men Braziliyaning boshqa shahriga ketishim kerak. Va u yerda ham sizlarni ancha qiziq narsalar kutyapti. Kelinglar unda birga quyosh botishini kutib olamiz. Hatto juda odam ko'p lekin plyajda. Hello. Men bu odamlarning ko'pligini qaranglar o'rtoqlar, hamma yoqda talpa odam. Bitta fakt aniq, men ko'rgan plyajlarning orasida eng qizig'i, eng prima o'yin kulgu bo'ladigan joy shu yoq ekan. Eng qizig'i men bu yerda qizlar ham o'ynayar ekan futbolni. Menimcha mendan yaxshi o'ynasa kerak. O'rtoqlar, shu bilan Rio de Janeiro bilan xayrlashadigan payt ham keldi va men hozir Belo Horizonte degan shaharga yo'l olaman. Bagajim tayyor. U shaharga nega borayotganimni bo'lsa, ozginadan keyin aytaman. Ishoninglar, sizlarga sababi yoqadi. Rio ko'rishguncha. Men adashmasam, uje vokzalga yetib keldim o'rtoqlar. Primerni 3 soatlardan keyin mana avtobusim qo'zg'aladi. Avtobus bo'lsa 8 soat yuradi. Mayli, mazza qilib uxlab ketaman-da. To'g'risini aytaman, men o'ylagandan ancha katta ekan vokzali. Eng muhimi o'zini alohida food courti va bemalol o'tirish uchun sharoitlar ham yetarlicha. Ana bo'lmasam, bu yerda yana bitta katta food court bor ekan. Bizda bo'lsa shu yoqqa qo'namiz o'rtoqlar. Xo'sh, hozir men uje sekin avtobusga o'tiraman. Endi bo'lsa Belo Horizonte shahriga nega ketayotganimni aytadigan payt bo'ldi. Futbolga tushaman. Futbolga bo'lsa bekorga tushmayman. Neymar o'yiniga tushaman o'rtoqlar. Bugungi vlogda xudo xolasa sizlar Neymarni ham ko'rasizlar. Ungacha bo'lsa oldin men 8 soat avtobusda mazza qilib uxlab ketishim kerak. Ishqilib rostdan ham mazza qilib uxlab ketish nasib qilsin-da. Vlogni ko'rishda davom etinglar. Qiziq joylari endi boshlanyapti. Ko'sa charchadim, tezroq uxlagim kelyapti. Let's go. O'rtoqlar, Braziliyaning Belo Horizonte shahriga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, men otelga joylashib oldim. Yo'q, bu xonam namuncha katta, necha kishilik xona bu? Room tur ketdi. Kirishingizda chap qo'lda hojatxona, dushovая kabinka. Undan keyin o'tasizlar televizor, 2 kishilik spalni, bu yoqda рабочий stol, bu yoqda shunaqa polkalar. Yana bitta kravat. Nima qilaman? Bu kravatdimi? Bu yoqda ana shkafi bor ekan. Bu xona menga 2 kunga 572 brazilskiy realga tushdi, ya'ni $100 ko'proqga. Hozir endi men sizlarga planlarimni aytib beraman. Xo'sh, aytganimdek, bu shaharga kelganimdan sabab faqatgina Neymarni hayotda jonli ko'rish. Santos komandasini o'yiniga tushish. Menda o'yinni bileti yo'q, chunki bilet onlayn sotilmas ekan va hattoki o'yin aniq bo'ladimi yo'qmi degan informatsiya ham yo'q. Undan tashqari
bilet olsam, o'yin bo'lsa-yu, lekin Neymar даже tushmasligi mumkin. Juda katta risk qildim. O'ylaymanki, mana shu bugungi vlogda biz Neymarni jonli ko'ra olamiz. Hozir bo'lsa men cho'milib, ozgina o'zimga qarab olib, sirrazi biz o'yinga bilet olishga chiqib ketamiz. Eng qizig'i, o'yin bo'ladigan futbolni bo'la shundoqqina bizning uyimizning oldida. Tak что men cho'milib chiqaman. Endi jay cho'milayotganim men videoga olmasam kerak. Mana ortimda men joylashgan otel va hozir oynamdan ko'rsatdim stadion qanchalik yaqinligini. 18 minut pishkom yursam yetib olar ekanman. Tak что bismillah deb hozir men chipta xarid qilishga ketyapman. Belo Horizontiga kelishdan oldin men yaxshilab internetlarni o'rganib chiqdim. Nima qiziqarli joylar bor ekan. Kelganga yarasha shu shaharni ham aylanib ketdik deb, lekin bironta qiziq narsa yo'q. Oddiygina shaharcha va mana o'zingizlar ham ko'chalarni ko'rib turibsizlar. Jimjitlik, Riodagi shovqin-suronlar yo'q. Bu degani 2 kun vaqtimni men faqatgina mana shu futbolga tushish uchun ketkizdim. Undan tashqari bu yoqqa kelish rasxodlarim, bu yoqda yashash rasxodlarim faqat va faqat Neymarni jonli ko'rish uchun. Shu yo'lning oxirida futbolni po'la. Endi bir amallab ichkariga kirib bilet olish kerak. Men bu videoni qaranglar o'rtoqlar. Haqiqatda kinoga tushib qolganga o'xshayman. Bola tabriklashinglar mumkin. Xudo xohlasa men chiptani sotib oldim. To'g'ri, birinchi qator emas, o'rtaroqdagi qator, lekin eng muhimi Neymar kelib, men Neymarni jonli hayotimda ko'rsam, brazilskiy futbolni ko'rsam bo'ldi. Endi bo'lsa men otelimga qaytib, ozgina ovqatlanib dam olaman. Perexod bo'la qolsin. O'rtoqlar, sizlarga kutilmagan yangilik bilan bo'lishaman. Men hozir Auro Minas degan otelga ketyapman. Borganimdan keyin nimagaligini ko'rsataman o'rtoqlar. Mana o'sha Auro Minas oteli va aynan xuddi shu yo'ga ma'lumotlarga ko'ra Neymar o'z jamoasi bilan kelib joylashishlari kerak. Va nafaqat men, bu yerda mana yana hali xuddi shuncha odam bor ekan o'rtoqlar. Hamma o'chirda turibdi, o'chirt. Ish qilib kelishsin-de. Nahotki Neymarni ko'raman, nahotki ko'zlarimga ishonmayapman. Mani ko'nglim sezyaptiki, xudo xohlasa rostdan ham Neymar aynan shu yo'ldan o'tib ketadi, chunki bizga bunaqa zaborlar qo'yib qo'yishdi o'zi. Hammani bir tekis qo'yib qo'yib, zabor qo'yyapti. Aman bo'lsa, prosta tavakkal qilib keldim. Даже formasini olmani qo'l qo'ydirishga, lekin ruchka olmayman. Zo'r. O'rtoqlar, o'sha odamlarning soni juda ham ko'payib ketdi. Mana shuncha odam bu yoqda, shuncha odam bu yoqda, narigi bitta ham bor. Shu yo'ldan xudo xolasa ularning avtobusi kelish kerak. Endi shuncha talpa odam ko'ramiz. Balkim Neymar bilan rasmiy tushish imkoniyati bo'lar. Endi odam juda ko'p, imkoniyat kam, no yaxshi niyat qilamiz. Yaxshi niyat xudo xolasa. Go. O'rtoqlar, men o'sha oteldaman. Bo'lgan voqeani o'zingizlar ko'rdinglar. Alam qildimmi? Ha, chunki shunchalik yaqin qoluvdim, Neymar shunday yonib o'tib ketdi-da. 5 qadam men tarafga kelganda edi, rasmga tushib olgan bo'lardim. Mayli, men hozir o'zimni Toshkentga olgan lapshalarimni yeyman o'rtoqlar. Shunaqa qilib Belo Horizontidagi 1-kun, vlogimizdagi 4-kun o'z nihoyasiga yetdi. Charchadim. O'rtoqlar, perehodni jinnisisan jinnisi. Ovqatlanib kunni tugatib, yangi kunni ham zavtrikdan boshlayapman. Men hozir otelimga zavtrikiga tushdim va bizda Braziliyadagi 5-kun boshlandi. Bom dia. Xo'sh o'rtoqlar, menda o'zi mana Neymar formasi. Stadionga qarab yo'l olyapman. Bugun muhim kun. Eng muhimi, meni biletimda muammo bo'lmasa, meni ichkariga kirgizishsa va biz sizlar bilan birgalikda Neymarni, o'sha mashhur Neymarni o'ynashini jonli ko'rsak bo'ldi. Hozir bo'lsa men Premyerni stadiongacha 10-15 minut pishkom yuraman va biz stadionda bo'lamiz. Let's go. O'rtoqlar, men o'sha stadionning oldiga keldim, lekin yo'lni o'zida o'sha Braziliyaning futbol vibe boshlanib ketgan, o'zingizlar ko'ringlar. Mana stadion bo'lsa, yo'lda shunaqa narsalar tayyorlab yotishibdi.
muxlislar uchun bu yoqda nima ekan? Oho, ana Braziliyacha shashlik. Ana bo'lmasam. Oy, oy. Ana bu yoqda ham, oy. Ana bu yoqda ham ovqatlar, bu yoqda ham shashlik o'rtoqlar. Oy! Yo'l bo'yi faqat ovqat. Baribir Braziliyada futbolga boshqacha qarashadi. Demakmi, muxlislarni qaranglar o'rtoqlar. Eng qizig'i hali futbolga 3 soat bor, lekin muxlislar o'sha shu yoqqa o'tirib olishgan. O'rtoqlar, men syomka qilib yurgan kameramni olib kirish mumkin emas ekan, shuning uchun endi telefonda syomka qilaman. Eng muhimi, men stadionga kirib oldim. Rovna 1 soatdan keyin o'yin boshlanadi. Hozir hamma muxlislar kirib kelyapti. Именно shu joy faqatgina Santos komandasining muxlislari uchun ajratilgan. Tayyorgarliklar qattiq lekin. Men futbolni bo'ladan chiqib kameramni qo'limga oldim. O'yin yaxshi bo'ldi. Mana endi hozir hamma uyiga qaytyapti, chunki o'sha kecham bo'lib qoldi. Shu bilan o'rtoqlar, men otelga qaytaman. Eng qizig'i bo'lsa, ertaga o'sha meni Braziliyani yana bir boshqa joyiga qo'zg'alib ketaman. Faqat bu safar avtobusda emas, bu safar samolyotda uchaman. Shunaqa qilib o'rtoqlar, menga xayrli tun. Sizlar bo'lsa videoni ko'rishda davom etinglar. Let's go. Santos! O'rtoqlar, bizda navbatdagi kun boshlandi. Hozir men taksi chaqirib aeroportga ketishim kerak. Obrigado. Let's go aeroport, brother. O'rtoqlar, men samolyotga o'tirib oldim. Biz bo'lsa endi navbatdagi manzilga uchamiz. Let's go. O'rtoqlar, va nihoyat men Braziliyaning yangi shahriga yetib kelib va yangi otelga joylashib oldim. Tilim yaxshi aylanmayapti, chunki juda charchab ketdim. Kelinglar, birinchi ozgina uxlab olaman-da, keyin sizlarga aloqaga chiqaman. Voy. Hatto bittasini yoqmasam o'zim qo'rqib ketyapman. Op. Mayli. Спокойной ночи всем. Voy, mazza. Qanchalar mazza uxlashi. Ko'chadagi shovqin zo'r eshitilar ekan oynadan. Adashmayotgan bo'lsam 6-kun tugadi. O'rtoqlar, va nihoyat bizda tong otdi va o'ylaymanki, mana endi men qayoqqa kelganimni sizlarga aytadigan vaqt keldi. Do'stlar, Braziliya Foz de Iguasuga xush kelibsizlar. Hozir o'sha zavtrak olib va nihoyat o'sha Foz de Iguasu sharsharasiga yo'l oldim. Hozir soat 8:40, rovna 9da Nasionalniy parki ochilar ekan. Vodopodni ko'rish uchun birinchi parkka kirish kerak. Men taksida emas, avtobusda ketaman. Hozir endi bilishim kerak, men qayerdan yetib olsam bo'ladi. Xo'sh. Ingliz tilini bu yoqdagilar bilmaydi, o'shaning uchun telefonimdan tarjima qilib so'rayman. Bu yoqda o'tirgan buvijonimga prosta Vodopod rasmini ko'rsatdim. Shu yoqda kutsang, o'zi keladi dedi. Lekin ko'chalari juda ozoda, yo'llari tekis. Menga yoqyapti. Men avtobusga o'tirib oldim. O'ylaymanki, menga kerakli to'g'ri avtobusga o'tirdim o'rtoqlar. Eng qizig'i, turistik avtobus emas, haqiqiy mahalliy avtobusda ketyapman. Braziliyalik fuqarolar bilan. Ko'chani ko'rsataman desam o'ynasi kir ekan. Ana bo'lmasam o'rtoqlar, mana shu avtobusda biza 45 daqiqa yurib keldik. 5 real ekan, 5 brazilskiy real. Mana men bu qiz Duda degan qiz. Oy, Duda. Xullas, anaqada avtobusda menga aytdi. Turistmisan dedi. Telefonda ko'rsatib tarjima qilib, ha dedim. Qayoqqa ketyapsan dedi. Shu sharsharaga ko'rish ketsam, men o'sha yerda ishlayman. Yursangiz bilet olishga yordam beraman. Bu yoqda kemada susi ham bo'lar ekan, o'shanga ham yordam beraman dedi. Xotinjon shu videoni ko'rayotgan bo'lsa,
Просто от dusha yordam beryapti. Men hech nima qilmayman. Mana hozir qayergadir yo'l boshlab ketyapti. Yur dedi. Shu yoqda kutib turdi-da. Kutib turaman, nima deyman endi? Kutib turaman dedi. Mana shu milliy parkning ichiga kirishni o'zi 117 brazilskiy real ekan. Hozir endi lotkada. Меня зовут Ячила. O, russkiy знаешь, bratka. O'rtoqlar, men lotkaga ham bilet oldim. Uni narxi sal qimmatroq ekan, 384 brazilskiy real. Endi Braziliyaga har doim ham kelavermayman. Tak что, oboruvdim-da. O'rtoqlar, men ko'rayotgan manzarani sizlarga so'z bilan tasvirlab bera olmayman. Tabiatning 7 mo'jizalaridan biri Foz de Iguasu sharsharasiga xush kelibsizlar o'rtoqlar. Mana o'rtoqlar, nima hayvon bu? Mana qaranglar. Voy gap yo'q. Nima hayvonligini biladiganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Gap yo'q. Men bu aylanishda davom etaman o'rtoqlar. Sharsharaga yaqinroq boramiz. Qani shu payt yonimda kimdir bo'lsa, meni rasmlarga olib yursa, har doim kimdirlardan so'rash qiyin bo'lyapti. Borgan sari manzara yaxshilashib boryapti. Qo'ldan kelgancha sizlarga videolarni olib qo'yishga harakat qilaman. Odam juda ko'p va uzoq vaqt syomka qilishning imkoniyati bo'lmayapti. Примерно уже 1,5 kilometr yurdim уже va hali yana ancha ichkariga yuramiz. Shunda yanada yaxshiroq videolar olsam bo'ladi. O'rtoqlar, o'ylaymanki, mana bu yoqda turgan kamalak sizlarga ham ko'rinyapti. Wow! Hayajon kuchli to'g'risini aytganda. Wow! Do'stlar, mana shuncha manzara, shuncha yo'lni bosib kelishimga arzirdi. Endi talpa odam ichiga kiramiz, ketdi. Wow! Nima deyapti? Wow! Hammalarga shu yo'lga kelish nasib qilsin. O'rtoqlar, men ko'zlarimga ishona olmayapman. Hammalarga shu yo'lga kelish nasib qilsin. Voy onasini emsi bu manzarani qaranglar. To'g'risi, vashshe maza qildim. Mana shuncha odam hozir rasmga tushyapti, shuncha turistlar. Eng qizig'i bu hali hammasi emas. Men lotkada uchishim kerak. Let's go. O'rtoqlar, mana endi bo'lsa, bizani hozir o'sha kim lotkaga pul to'lagan bo'lsa, hammani emas, lotkada uchirishga olib ketishyapti. Faqat meni o'ylantirayotgan narsa, men xo'l bo'lishga tayyor bo'lib kelmaganman. Krossovka, trikolarda kelgandim. Xullas, bir gap bo'ladi, onasini esa xo'l bo'lsa, xo'l bo'lma. Shkapchani arendaga oldim 20 brazilskiy realga. Kiyimlarim, oyoq kiyimim, hamma narsamni qo'yib qo'ydim. Bitta telefonimni riskovat qilib oldim. Telefoningni olma, suvga to'lib ketasan deyishdi. Kontent qilmasam, voy, bo'lmaydi-yu dedim-da, olib oldim, qarochi. Hozir mana shu yoqqa o'tiryapmiz o'rtoqlar. Men bitta telefonimni o'zim bilan oldim, o. Mana GoPro'lar. Bratan GoPro olibdi. O, chotki. It's like a GoPro. Yeah. Tamash qilig'ing menga yoqmaydi, bilasan. O'zim ko'zimga ishonmayapman o'rtoqlar. Nahotki shu narsalar meni hayotimda sodir bo'lyapti. Bilasizlar, baribir ming qanaqa kamera bo'lmasin, meni ko'zim ko'rayotgandek sizlarga yetkazib bera olmaydi. hayot g'animat, unda man uchun muhabbat. Hozir qo'l bo'lamiz o'rtoqlar.
to'g'risi o'zimni sal xijolat his qilyapman. Umrimda bunaqa joylarga kelib yurmaganman. Restoranni qaranglar o'rtoqlar. Wow! O'rtoqlar, mana shunaqa ajoyib manzarada biza Braziliyaga bo'lgan sayohatimiz, Braziliyaga bo'lgan vlogimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Emotsiyalar menda o'zgacha. Men o'zim ishonmayapman, nahotki mana shunaqa go'zal manzarada bir o'zim Braziliyada sayohatimni yakunlayotganimdan oxirgi sizlarga savolim va iltimosim bor. Kim vlogni Braziliyaga bo'lgan eksklyuziv o'zgacha butun umr men yodimda va o'ylaymanki sizlarni ham xotiranglarda qoladigan sayohatimni mana shu yerigacha, mana shu daqiqagacha vlogimizni ko'rganlar bo'lsa, iltimos hozirning o'zida kommentariyaga tushib plus yozib qoldiringlar. Menga qiziq, kimman shuncha harakat qilib bir o'zim suratga tushirgan vlogimni shu daqiqalargacha kim ko'rgani menga juda qiziq. Sayohat qilinglar o'rtoqlar, bu shunga arziydi. Tez kunda Kamol Qohorov YouTube kanalida yangi videolarda ko'rishguncha charchamanglar, sog' bo'linglar. Men bo'lsam ovqatlanib olaman. Bom dia amigo, see you again. Obrigado. Onasining bunaqa chiroyli videoda yeyotgan pizzamga necha pul to'layman? Nima deb o'ylaysizlar endi?